Hey bolam, anshaqa bir g'isht terish kerak-da. Aman o'zim teraman. Sen terishni bilasanmi? Qancha o'rganding? Shu televizorim salgina yaxshi ishlamayapti-da, palakat. Yo'q, men tuzatib beraymi shuni? Sen tuzatishni bilasanmi? Ha o'zi tuk baland ekanda. Bilmasang balo bormi aralashib? Mashi yo'ldan o'tgan oyog'ingni sindiraman. Aka, nima bildi? Yaxshi ishlamayapti nimagadir kalonka. Aka, 3 kunga yurishlaydi bu. Ha, qo'shnini shu palakatni bilasiz-ku. Eski bo'lsa ham mana shuni oling endi, sizga beraman shuni. Lekin tuzatish kerak. Yo, tuzatib bersinmi? Yo'q, shart emas, mayli. Afrika olib chiqaymi-yo? Ana shu yerda chiroyli navis qilishimiz kerak-da. Dan boshqa bilmaysan. Aman qancha vaqt balgargacha svarka qildim, o'zim qilaman. Hech narsa qilmadimi? Sal qo'sa qo'limni kesardim. Yo'qimni kesdim. Ha, yana nima bo'ldi bunga? Ha, balgarka ishlatishni bilaman dedi-da bu kishi. Bu pista po'choqdan kema yasayman deb hammani hayratga solmoqchi bo'lgan balada. Bu qo'lidan bir bit o'ldirish kelmaydi bu balani. Opa, sizga naves bilan reshotka qiladigan usta kerakmi? Ha-da. Yuring, professional ustalarim bor. Yuring-da, opa. Buni nima qilamiz? Skoni chaqir. Mana opa, reshotkachi o'zi ustalari. Ay yigitlar, navesdan tashqari yana nimalar yasaysizlar? Agrajeniya, perilla, naves, darvozalar, temirdan nima bo'lsa, hammasini yasaymiz. Yo, tog'a buni tuzata olmaysiz, lekin zo'r ustani o'rni bor. Rahmat, bo'pti. Ye? Palakat.